aholilarga tushib ziyorat qilish orqali asosan tashviqotni asos qilib, ommaga tashviqot xizmatini yaxshi ishlab, undan muhimni o'qit qilib, yoshlarningki ishga urilish nisbatini yuqori ko'tarish uchun ishsiz yoshlarningki kasbiy jihatdan tarbiyalab, ularga bo'lgan tashviqotni xizmat istedi, o'shni tutashna bo'lib ketdi. Ben 3 güngacha, bana 3 kunda qo'limizga tegdi xabaringlar. Ayili chirg'andek, kelishib hali kelib qoladigandak. Ashna o'tiribdimi? Ba desa, chirg'anga o'xshaydi deb o'tiribdimi? Ben amal yo'q. ko'ngillarni yerim qilmasdan. Qanunsuz diniy harakatlarga, qanunsuz bunday ishlarga olib qolmasligini, o'sha tijoratni o'ziniki o'sha nemis bo'yicha qilib, yo'l bo'yicha maktab 5 kilo bo'lsa o'qib bilmaydi, o'sha yurtimizniki muqimligi, xotirjamlik uchun kuch chiqarish umid qilaman.